Xabar qilinganidek, Namangan shahri 3-xalqaro maqom san'ati anjumaniga mezbonlik qilmoqda. Unga 80 dan ortiq davlatdan 250 ga yaqin madaniyat va san'at vakillari tashrif buyurishgan. Anjumanning tantanali ochilish marosimida ishtirok etgan davlatimiz rahbari nutq so'zlab, maqom san'atining tarixi va ahamiyatini e'tirof etdi. Hozir ushbu nufuzli anjumanga bag'ishlangan ko'rsatuv e'tiboringizga havola etiladi. Xonimlar va janoblar, 3-xalqaro maqom san'at anjumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni kutib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, muhtaram mehmonlar, xonimlar va janoblar. Betakror O'zbekiston zaminida 3-bor o'tkazilayotgan xalqaro maqom san'ati anjumanida dunyoning turli qit'a va mamlakatlaridan tashrif buyurgan taniqli san'at va madaniyat namoyandalarini ko'rib turganimdan benihoyat xursandman. San'at qalblarni birlashtiradigan, odamlarga ezgulik ulashadigan ma'naviyat ko'prigi deb bejiz aytilmagan. Shu ma'noda yurtimizda doimiy tus olgan ushbu anjuman maqom san'atining umumbashariy nufuzini oshirishga xizmat qilayotgan jahon sahnasiga aylanib bormoqda. Bugun tadbirimizda UNESCO, ISESCO, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Turkiy Davlatlar Tashkiloti, Turkiy Oqsoqollar Kengashi, Turksoy, Turkiy Parlament Assambleyasi, Turkiy Madaniyat va meros jamg'armasi hamda boshqa xalqaro tuzilmalar rahbarlari, chet davlatlarning madaniyat vazirlari va muhtaram elchilari, 80 dan ortiq xorijiy mamlakatlarning 250 ga yaqin madaniyat va san'at vakillari ishtirok etayotgani anjumanimizga alohida fayz va shukuh bag'ishlamoqda. Fursatdan foydalanib, uzoq yaqin yurtlardan tashrif buyurgan aziz mehmonlarga o'zimning samimiy minnatdorligimni bildiraman. Yangi O'zbekistonga xush kelibsizlar. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, O'zbekiston zaminida har bir tuman, har bir viloyat, har bir hudud o'ziga xos san'ati va madaniyati, qadriyat va an'analariga, mashhur ijodkorlariga ega. Bugungi anjumanimiz o'tayotgan so'lim va go'zal Namangan diyori ham ana shunday tabarruk maskanlardan biridir. Namangan o'zining tadbirkorlari, obod shahar va qishloqlari, sanoat, qishloq xo'jaligi, ilm-fan, madaniyat, san'at va sportdagi yutuqlari bilimli va shijoatli yoshlar bilan alohida e'tirofga loyiq. Shu kunlarda ushbu fayzli, tarovatli zaminda yuksak darajada tashkil etilgan butun dunyoga mashhur 65-xalqaro Namangan Gullar festivali shod-u xurramlik bilan davom etmoqda. Men bugungi imkoniyatdan foydalanib butun xalqimizni, barcha nafosat shaydolarini xursand qilayotgan ana shunday ulkan bayram bilan siz azizlarni, mehnatkash va mirishkor, oqko'ngil, pok niyatli Namangan ahlini yana bir bor samimiy tabriklayman. Yangi O'zbekiston sharoitida oddiy gullar ko'rgazmasidan xalqaro miqyosda e'tirof etilayotgan katta madaniy hodisaga, o'ziga xos milliy brend darajasiga ko'tarilganini biz nafaqat Farg'ona vodiysi, balki butun mamlakatimizdagi ulkan o'zgarishlar samarasi sifatida qabul qilamiz. Bugungi kunda ko'rkam chamonzorga aylangan Namangan diyorida joriy yilning o'zida 150 million tubdan ortiq gul ko'chatlari ekilganligi va bu natija xalqaro miqyosda tan olinib, Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgani har tomonlama e'tibor va tahsinga sazovor voqea desam
haqiqatni aytgan bo'lamiz. Ming rahmat sizlarga. Qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Azizlar, Namangan buyuk shoir va mutafakkir Boborahim Mashrab, Nodim, Fazli, Majzub Namangani, Sofizoda, Ibrat, Usmon Nosir, Chusti, Habib Sadulla kabi atoqli so'z san'atkorlarini kamolga yetkazgan saxovatli zamindir. Bu ulug' zotlar qatorida milliy musiqa madaniyatimiz rivojiga o'chmas iz qoldirgan Ro'zimatxon Isoboyev, Vahobjon Abdullayev, Mahmudjon Muhammedov, Ergash Yo'ldashev, Saidjon Kalonov, Tursunoy Mamedova, Kamoliddin Rahimov, Habiba Oxunova, O'rinboy Nuraliyev, Hadiya Yusupova, Jo'raxon Rahimov singari el tanilgan hofizlar, sozanda va bastakorlarning nomlarini bugun ham hurmat bilan tilga olamiz. Bu o'lmas siymolarning boy ijodiy merosi yangi san'atkorlar avlodi uchun mahorat maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Qadrli do'stlar, UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan maqom naqadar buyuk va noyob san'at ekanini barchamiz yaxshi bilamiz va xalqaro hamjamiyatning bunday e'tirofini yuksak qadrlaymiz. Zero maqom bu oddiy musiqa emas. Maqom millatning xotirasi, xalqning qalbi va asrlar osha yangrab kelayotgan ma'naviy ovozidir. Unda ajdodlar hikmati, orzu-umidlari, dardi va quvonchi mujassam desam, o'ylaymanki fikrimga qo'shilasizlar. Yurtimizda o'tkazilayotgan 3-xalqaro maqom san'ati anjumanining asosiy maqsadi ana shunday noyob merosni asrab-avaylash, o'rganish va targ'ib etish, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishdan iboratdir. So'nggi yillarda yangi O'zbekistonda maqom san'ati nufuzini milliy va xalqaro miqyosda yangi bosqichga ko'tarish madaniyat sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylandi. Bugun nafaqat maqom ijrochiligi, balki uning nazariy asoslari ham chuqur o'rganilmoqda. Xususan Abu Nasr Farabiy, Ibn Sino, Abdul Qodir Marog'iy, Alisher Navoiy, Bobur Mirza, Komil Xorazmiy, Abdurauf Fitrat, shuningdek Yunus Rajabiy, Fayzulla Karamatov, Isoq Rajabov kabi allomalarning ilmiy asarlari, maqomshunoslik an'analari davom ettirilmoqda. Maqom san'atining nazariy, tarixiy va falsafiy masalalarini o'rganadigan maxsus ilmiy kengashlar faoliyatini yangi bosqichga olib chiqilmoqda. Bu sohada yuksak bilim va malakaga ega kadrlarni tarbiyalash vazifasiga alohida e'tibor qaratyapmiz. Bu borada musiqa maktabi, ixtisoslashgan maktab, oliygoh tizimini yo'lga qo'yilgani yoshlarimizning aniq dasturlar asosida uzluksiz ta'lim olishga mustahkam zamin bo'lib xizmat qilmoqda. Yaqinda madaniyat va san'atning 21 ta yo'nalishida, xususan maqom bo'yicha ham ijodiy birlashma tashkil qildik. Ushbu birlashmalar jamiyatning eng quyi bug'uni bo'lgan mahalladan boshlab ijodkor yoshlarni topish, ularni qo'llab-quvvatlash va iste'dodini yuzaga chiqarishga ko'mak beradi. Endilikda yosh maqomchilarning ijodiga yangi nafas olib kirish uchun har bir mahalla, tuman, viloyat va respublika miqyosida tanlovlar o'tkazamiz. Qadrli do'stlar, hozirgi vaqtda Shashmaqom durdonalari, Farg'ona, Toshkent va Xorazm maqomlarining o'rganilmagan matnlari hamda noyob ijro uslublari qayta tiklanmoqda. Bu yo'nalishda yirik ilmiy va akademik nashrlar, ovozli arxivlari tayyorlanmoqda. Biz ana shunday ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida yangi Toshkentda muhtasham maqom markazini barpo etishga kirishdik. Ushbu maskanni Dunyo maqom markazi deb nom bersak va uni qoshida Xalqaro maqom akademiyasini tashkil etsak, nima deysizlar?
Bu qarsaklardan keyin birinchi katta ochilish marosimida namanganliklardan ko'proq chaqiramiz albatta. Ishonamanki, bu madaniy koshona jahon maqom san'atining yirik ilmiy tadqiqot markazlariga albatta aylanadi. Akademiyada o'zbek maqom maktablari bilan bir qatorda arab, turk, fors, tojik, hind va boshqa sharq mumtoz musiqa yo'nalishlari ham o'qitiladi. Bu dargohda maqomni sevadigan dunyo yoshlari uchun ustoz shogird an'analari asosida mahorat amaliyoti dasturlari yo'lga qo'yiladi va bunga maxsus grantlar ajratamiz. Markaz qoshida dunyo miqyosida eng noyob musiqiy qo'lyozmalar, tovush yozuvlari va nota arxivlarini o'ziga mujassam etgan xalqaro raqamli kutubxona va laboratoriya tashkil etiladi. Bir so'z bilan aytganda, yangi majmua soha olimlari va san'atshunoslarning birlashtiradigan global ilmiy akademik platforma bo'ladi. Dunyo xalqlarining maqom, mug'om, muqam, dastgoh kabi mumtoz musiqa namunalari haqida ma'lumotlarning yagona raqamli makonga ko'chirish vaqti keldi. Shu bois maqom san'ati olimlari va ijodkorlarini jahon maqom antologiyasini yaratishga chaqiraman. Bunda dunyodagi barcha maqom asarlari, notalar, audio va video yozuvlar, ilmiy tadqiqotlar yagona raqamli platformaga joylashtiriladi. Maqom ijrosi bo'yicha mobil ilova ishga tushirilib, uning fonotekasini doimiy ravishda yangilab boriladi. Bugungi anjumanda ishtirok etayotgan san'atkor va musiqashunoslar bu muhim jarayonga munosib hissa qo'shadilar deb ishonaman. Maqom ilmni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro jamg'arma tashkil qilishni taklif etamiz. Ushbu jamg'arma grantlari maqom bo'yicha ilmiy izlanishlarni, noyob manbalarni o'rganish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash va soha vakillarini moddiy rag'batlantirishga yo'naltirilsa, ayni muddao bo'lar edi. Shu bilan birga jamg'arma hisobidan xalqaro maqom mukofoti ham ta'sis etilib, maqom rivojiga katta hissa qo'shgan olim va san'atkorlar har 2 yilda rag'batlantirib borilsa, o'ylaymanki, bu ham maqom san'atining nufuzini oshirishga albatta xizmat qiladi. Shash maqomning 6 ta yo'nalishi bo'yicha hududlarimizda maqom yo'li madaniy turistik marshrutni yaratamiz. Buxoroda Buzruq maqomi, Samarqandda Rost maqomi, Xivada Xorazm va Iroq maqomi, Qo'qonda Navo maqomi, Shahrisabzda Dugoh maqomi, Toshkentda Segoh maqomi bo'yicha turistik tematik ko'chalarni tashkil etiladi. Kafe va restoranlar, istirohat bog'lar va xiyobonlarda maqom qo'shiqlari doim yangrab turadi. Tadbirimizda qatnashayotgan ozarbayjonlik san'atkorlar mug'omi bilan, turkiyalik ijodkorlar muqomi bilan, tojikistonlik san'atkorlar maqomi bilan, Afrika qit'asining vakillar nubasi bilan maqom yo'li madaniy turistik marshrutida faol ishtirok etsalar, dunyo bo'ylab maqomning xalqaro obro' e'tibori yanada yuksaladi deb albatta ishonaman. Hozirgi aytayotgan gaplarim ham sizlarga yoqadi. Maqomchilar, bu sizlarda armonlaring edi. Bugun to'yga o'xshasin deb aytaman. Bu juda katta kuch, qudrat, ilhom beradi sizlarga. Bu nimadan dalolat? Yurtimizda maqom asarlarining oltin fondini yaratib, xalqimizga yetkazib kelayotgan Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambliga milliy davlat ansambli maqomi beramiz.
Aminmanki bu yuksak e'tirof ijodiy jamoani yanada ruhlantirib, milliy san'atimizning durdona asarlarini jahon sahnalariga olib chiqishda yangi kuch, g'ayrat va ilhom bag'ishlaydi albatta. Hurmatli anjuman qatnashchilari, hozirgi globallashuv davrida maqom inson qalbi va yuragidagi ezgu tuyg'ularni shu asosda yoshlarning ma'naviy olamini yuksaltiradigan hayotbaxsh sarchashma desak to'g'ri bo'ladi. Mamlakatimizda yaxshi an'anaga aylangan xalqaro maqom san'ati anjumani maqomning umrboqiy merosini kelajak avlodlarga yetkazib beradigan xalqaro muloqot maydoniga aylanib bormoqda. Ezgu maqsad yo'lida boshlagan bu ishlarimiz sizlar kabi fidoyi insonlarni qo'llab-quvvatlashi bilan kelgusida ham izchil davom etadi deb ishonaman. Muhtaram do'stlar, har qanday davlatning kuch-qudrati uning faqat iqtisodiy boyligi, yer osti resurslari bilangina emas, yuksak madaniyati va san'ati bilan ham o'lchanadi. Bugun sizlar bilan birga ana shunday bebaho ma'naviy xazinani, maqom san'ati bayramini xalqaro darajada nishonlamoqdamiz. Ishonchim komil, anjuman doirasida o'tkazilayotgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalarda bildirgan takliflar, mahoratli ijrochilarning chiqishlari nafaqat soha rivojiga, balki xalqlar o'rtasida qardoshlik aloqalarini yanada mustahkamlashga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Barchamizning tilagimiz yakdil, maqom san'atining har bir so'zi tinchlikka xizmat qilsin. Navosi xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlasin. Maqomni sevganlar hech qachon kam bo'lmasin. Barchangizga sihat, salomatlik, jo'shqin ilhom, yangi ijodiy yutuqlar, anjuman ichiga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli hamyurtlarim, armonlarimiz amalga oshgan kunlarni ko'rib, birinchi o'yinimiz albatta qiyin komanda bilan tushdi, lekin biz qo'llab-quvvatlashimiz, farzandlarimizni yonida bo'lib, butun qilgan harakatlarimiz, har bir sohada erishgan yutuqlarimiz, sport sohasida, futbolda ham mana shu dunyo hamjamiyati O'zbekiston bayrog'ini bildi, O'zbekiston gimnini yana bir marta namoyon etdi. Buni o'zi ham katta g'alaba. Mana shu katta g'alaba bilan tabriklayman. Sog'-omon bo'linglar. Uchinchi xalqaro maqom san'at anjumanida nufuzli xorijiy mehmonlar ham ishtirok etmoqda. So'z UNESCO ijroiya kengash raisi Nasser Hamad Xinzar janoblariga. Your Excellency, Mr. President. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, muhtaram Shavkat Mirziyoyev janobi oliylari, muhtaram ishtirokchilar, xonimlar va janoblar. Men uchun xalqaro maqom san'ati forumining ochilish marosimida ishtirok etish katta sharafdir. Avvalo, men prezidentga va O'zbekiston xalqiga samimiy mehmondo'stligi va UNESCO g'oyalari hamda qadriyatlariga sodiqligi uchun chin dildan minnatdorlik bildiraman. Bugungi kunda keng ko'lamli islohotlarni izchil amalga oshirayotgan, jadal taraqqiyot yo'lidan borayotgan, insoniyat madaniy tarixida alohida o'rin tutadigan O'zbekistonga tashrif buyurish men uchun katta sharafdir. Xonimlar va janoblar, UNESCO ijroiya kengashi raisi sifatida men O'zbekistonning tashkilotimiz doirasidagi faol ishtirokini va UNESCO missiyasini doimiy qo'llab-quvvatlab kelayotganini yuqori baholayman. Muhtaram prezident janobi oliylari, UNESCO sizning madaniyatga, yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashga va madaniyatlar aro muloqotni rivojlantirishga qaratgan e'tiboringizni yuksak qadrlaydi. Aziz do'stlar,
Bugun e'tiborimiz ushbu merosning eng yorqin namunalaridan biri maqom san'atiga qaratilgan. Maqom bu faqat musiqiy an'ana emas, balki she'riyat, tarix, bilim va ma'naviyatni o'zida mujassam etgan tirik merosdir. U avlodlarni bog'laydi va madaniyat faqat amalda qo'llanilganda, bo'lishilganda va uzatilganda yashab qolishini eslatadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, maqom insoniyat uchun umumiy bo'lgan qadriyatlarni o'zida aks ettirgan holda O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan chuqur bog'langan. Uning mazmuni milliy chegaralardan ancha uzoqlargacha yetib boradi. So'zimni yakunlar ekanman. O'zbekiston xalqini yana bir muhim yutuq, milliy futbol jamoangizning tarixida ilk bor 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ishtiroki bilan samimiy tabriklamoqchiman. Bu muvaffaqiyat O'zbekiston uchun faxr manbai bo'lib, yoshlarning iste'dodi, matonati va yuksak orzularini aks ettiradi. Ishonchim komilki, bu yutuq bugungi maqom bayrami kabi kelajak avlodlarni yangi yutuqlar sari ilhomlantiradi va ularni o'z vatani ravnaqiga hissa qo'shishga undaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. So'z navbati Aysesko bosh direktori Salim Muhammad Al-Malik janoblariga. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency President Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram janobi oliylari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men uchun 3-xalqaro maqom san'ati festivalida ishtirok etish ulkan sharafdir. Ushbu nufuzli tadbir muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi va boshchiligida o'tkazilib, janobi oliylarning uzoqni ko'zlagan siyosati tufayli O'zbekiston madaniy uyg'onish va xalqaro hamkorlikning nufuzli markaziga aylanmoqda. Muhtaram Prezident janobi oliylari, sizning ochilish marosimidagi nutqingiz meni chuqur ilhomlantirdi. Unda maqomning tirik meros sifatida kelajakda ham madaniyatni boyitish va xalqlarni yaqinlashtirishdagi o'rni haqida juda ta'sirli qarashlar bayon etildi. Bugun O'zbekiston shuni namoyon etmoqdaki, merosni asrash va taraqqiyotni qabul qilish milliy rivojlanishning bir-birini to'ldiruvchi asoslaridir. Muhtaram Prezident, bugungi ilhom baxsh tashabbuslaringiz maqom uchun yangi bosqichni boshlab bermoqda. Ular ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Islom tashkiloti ISSK missiyasi bilan hamohang bo'lib, xalqaro madaniy hamkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Tashkilotimiz siz e'lon qilgan xalqaro maqom markazining strategik hamkori bo'lishdan mamnun bo'ladi. Biz uning ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston ISSK maqom akademiyasini tashkil etishni taklif etamiz. U kelajak avlod tadqiqotchilari va ijrochilarini tayyorlashga xizmat qiladi. Shuningdek, tashkilotimiz Jahon maqom mukofotini ta'sis etish bo'yicha tashabbusingiz yuzasidan ham hamkorlik qilishga tayyor. Bu mukofot maqom san'atini asrash, ijro etish, o'rgatish va rivojlantirish sohasidagi eng yuqori yutuqlarni e'tirof etuvchi xalqaro nufuzli mukofot bo'ladi. Shuningdek, ISSK chegaralarsiz maqom nomli xalqaro madaniy dasturini yo'lga qo'yishni taklif etadi. U orqali maqom san'ati dunyoning yirik teatrlari, universitetlari va madaniy markazlarida namoyish etiladi va yangi auditoriyalarga yetkaziladi. ISSK ushbu buyuk yo'lda O'zbekiston bilan hamnafas ekanidan faxrlanadi. Maqom sadosi qalblarni birlashtirib, sivilizatsiyani boyitib, kelajak avlodlarni ilhomlantirib borsin. Zaminida gul ifori taralgan, to'rt tomoni tog'lar bilan o'ralgan,
Namanganning ta'rifini so'zlasam, gullar shahri, Guldiyor deb atalgan. Elga mashhur Kamoliddin yallasi, O'rinboylar, Jo'raxonlar nolasi, ko'nglimizga nur ulashar shubhasiz, dilga orom Habibaning allasi. Olti maqom, olti gulim chaman bo'lding. Yetib yetti ko'kka uchqur saman bo'lding. Turfa ellar bugun seni yo'qlab kelib jam bo'ldilar. Ajib bir anjuman bo'lding. Shash maqomim, olti gulim chaman bo'lding. Oxlarimiz dugoh, seygoh, chorgoh erur. Bir tinglagan ham tan olur, ham tan berur. Hofizlaring senla hardam ko'ksin kerur. Bizga g'urur bo'lding, bizga sen shan bo'lding. Olti maqom, olti gulim chaman bo'lding. Sen ruhimni allalovchi qadim navo. Payandozdir senga hatto yuksak samo. Yurt otasi sabab ko'hna, ulug' momo. Bir ondayoq misoli gul badan bo'lding. Shash maqomim, olti gulim chaman bo'lding.
Nizar Ahund, Mahtum Azam, Mavlana Lutfulloh, Zoti Muazzam, Sayyid Bilol Xonning ilmiga ta'zim, olimlar nuridan porloq Namangan. Shukr, kundan kunga ochmoqda chiroy, mustaqil diyorga munchoq Namangan. Ne aziz zotlar azizlagan joy, avliyolar o'tgan tuproq Namangan. Hurmatli xonimlar va janoblar, kutib oling 3-chi xalqaro maqom san'ati anjumani qatnashchilari. Ladies and gentlemen, please welcome the participants of the 3rd International Forum of Maqom Art. Albania, Albania, Jazoir, Algeria, Armaniston, Armenia, Avstriya, Austria, Ozarbayjon, Azerbaijan, Belarusiya, Belarus, Belgiya, Belgium, Bhutan, Bhutan, Bosniya va Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, Braziliya, Brazil, Bulgariya, Bulgaria, Kambodja, Cambodia, Kanada, Canada, Xitoy, China, Kolumbiya, Colombia, Xorvatiya, Croatia, Daniya, Denmark, Misr, Egypt, Estoniya, Estonia, Fransiya, France, Gabon, Gabon, Gambiya, The Gambia, Gruziya, Georgia, Germaniya, Germany, Gretsiya, Greece, Vengriya, Hungary, Hindiston, India, Indoneziya, Indonesia, Eron, Iran, Italiya, Italy, Yaponiya, Japan, Iordaniya, Jordan, Qozog'iston, Kazakhstan, Kuvayt, Kuwait, Qirg'iziston, Kyrgyzstan, Latviya, Latvia, Litva, Lithuania, Malayziya, Malaysia, Mauritaniya, Mauritania, Moldova, Moldova, Mo'g'uliston, Mongolia, Chernogoriya, Montenegro, Marokash, Morocco, Nepal, Nepal, Niderlandiya, Netherlands, Nigeriya, Nigeria, Shimoliy Makedoniya, North Macedonia, Norvegiya, Norway, Pokiston, Pakistan, Paragvay, Paraguay, Filippin, Philippines, Polsha, Poland, Portugaliya, Portugal, Qatar, Qatar, Koreya Respublikasi, Republic of Korea, Rossiya Federatsiyasi, Russian Federation, Saudiya Arabistoni, Saudi Arabia, Serbiya, Serbia, Slovakiya, Slovakia, Sloveniya, Slovenia, Sudan, Sudan, Shvetsiya, Sweden, Shveysariya, Switzerland, Suriya, Syria, Tojikiston, Tajikistan,
Togo, Togo, Tunis, Tunisia, Turkiya, Turkey, Turkmaniston, Turkmenistan, Ukraina, Ukraine, Buyuk Britaniya, United Kingdom, Amerika Qo'shma Shtatlari, United States of America, Vietnam, Vietnam, Zimbabwe, Zimbabwe, O'zbekiston, Uzbekistan, hayrati, ibrat ibrati, Nodim Namangoni chusti san'ati, Sofizoda Usmon Nosir jur'ati, mard o'g'lonlar yurti sensan, Namangan. Bag'ri xun bag'ringdan ayrilgan mashrab, firoqing o'tida qovrilgan mashrab, dorda ham sen tomon qayrilgan mashrab, sen ham mashrabingga mushtoq Namangan. Latif, olam tarovati, shahri Namangan. Boshim egib tuprog'ingdan ko'z uzmagan mashrabman. Bugun boshim tik tutib osmoningga boqdim.
Zero osmoningdan nuri ilohiy yog'ilib, ko'nglim sahrosini obod qildi. Avlodlaring qadami uzilmasin, gullar shahri Namangan. Mani borar joyim o'sha Namangan. Mani borar joyim o'sha Namangan. Qiz bola keladi bo'ynida jonim voyda. ey nasimi subh ahvolim diloromimga ayt zulfi sunbul yuzi gul sarvi gulandomimga ayt kom talhu boda zahru ashk gulgun bo'lg'onim lali rangin labzi shirin sho'x xudkomimga ayt ko'zimning nuri kel toza gulim kel ko'ngil bog'ida sayroq bulbulim kel ko'rib gulzor ichida sizni yolg'iz so'roqsiz indamay men behayo qiz kechirgaysiz kelishga jur'at etdim Hoşyasın mudin ko'zi qarasın mudin ko'nglima har birining dardu balosin mudin ko'zi
ko'rdik Mohim begim. Hazratim, yangi ash'oringiz muborak. Muboraklik sizdandir Mohim begim. Oshiq qalam tutar, ammo ash'orni muhabbat bitar. Elga shoh menu, sizga shaydo men. Sendek menga bir yoru jafokor topilmas. Mendek senga bir zoru vafodor topilmas. Bu shakli shamoyil bila xudxuru pari sen. Kim jinsi bashar ichra bu miqdor topilmas. G'oyat zukkosiz Mohim begim. Har bir ash'orim qog'ozga bitilishi bilan qalbingiz to'ridan joy oladi. Quvvai hofizangizga tasanno. Podshohim, sarafroz etdingiz. O'tirur garchi meni guftoring, o'tirur garchi meni guftoring, turgizur ullabi shakar bag'ring. Kuydirur hasratida meni netay, kuydirur hasratida meni netay. Ateşin güldük iki ruhsaring dağday dağday. O'ltirur gerçi meni güftaring, turgizur ullabi shakar bag'ring. O'ltirur garchi mening guftoring, turgizur ullabi shakar bag'ring. O'ltirur garchi mening guftoring, turgizur ullabi shakar bag'ring. Kuydirur hasratida meni netay, otashim guldek iki ruxsoring. Ey ko'ngil yaxshi iki dunyoning, ey ko'ngil yaxshi iki dunyoning, bir nazar qilsa senga dildoring. O'ltirur garchi mening guftoring. Bek Atkan Qosimbek, Mir Alisher hazratlarining bu satrlari ajab duru gavhardir. Har necha mutolaa qilsam, ko'ngilga quvvat, xotirga ravshanlikdir. Amirzodam, ul zotning qalamidan to'kilgan satrlari el ko'nglini tarbiya etur, dillarga yetur. Zero buyuk so'zdan ilhom olgan ko'ngildan chiqqan navo ham buyuk bo'lur.
Rost aytursiz. Kecha mulla Yorak panjgohda Muhammad usuliga bog'lagan kuyini ijro etdi. Yaxshi kuy bog'labdi. Ancha mahallardan beri bunday kuylarni yaratmoq ilkimdan chiqqan edi. Ammo Navoiy hazratlarining bu ma'nilardan to'la satrlarni o'qiganim sari ko'nglimda yana shavq paydo bo'ldi. Shundan so'ng menda ham yana yangi kuy yaratish niyati tug'ildi. Shu sababdan chorgohga saft bog'ladim. Qaysi bir ozor aytay jonam yorni, qaysi bir ozor aytay jonam yorni, qaysi bir og'riq qayir ko'nglimni dillarni, qaysi bir beraxtini doni gumrohni, qaysi bir kajravligini charxiga raftorni. Ko'hkan shiringa oshiq bo'ldi Majnun Layliga. Kim muhabbat shahrida har kimsani bir yori bor. Yor ishqidan parilar e'tiroz aylar magar. Har birini bo'ynida taviz ila tummori bor. Dilrabolar ichra yaktolikqa mashhur o'lsalik. Ko'yida men telba yag'liq benihoyat zori bor. Ey pari, bir kun buzuq kulbam sari qilg'il xirom. Hech agar yo'qtur zamoni soyayi devori bor. Ne sababdan o'lmasun obod ko'nglim kishvari. Ishq shohidek amiri madilat osori bor. ey sarviravan nadur hayali jon urtadi vadai misali hayvasta duoyim har tarim maqsudim mirur seni kamaling maqsudim mirur seni kamaling
Maylasanki devonalarga ishqingda bo'lgan afsonalarga Men Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat. Bir qo'limda kitob, bir qo'limda qalam tutdim. Navoiy hazratlarining misralari yuragimga nur bo'ldi. Xalq dardi bilan yashamoq, elning ma'rifatini ko'rmoq esa eng oliy saodatdir. Vafo aylab yiroqdin, oshkor ohista ohista. Bir ishqing aylading jono, hazor ohista ohista. Na yaxshi marhamatlar aylamishsan nomada ishor. Muhabbat rasmi qilg'il deb shiyor ohista ohista. Visoling bodasidin qilmasang shodob Furqatni. Xabar aylar ani hajru, xumor ohista ohista. Sen kabi ishuq bir jon ofati janon qani. Hey sen kabi ishuq bir jon ofati janon qani. İşvada aşıp dahri fitneyi devran qani.
derlar. Xalqning dardu quvonchi bilan yashab, uni kuylagan shoirman. Elning ko'ngli kulsa, shoir baxti shuldir. Dilda vasling erdi, umri tamanno. Jamolingga yetgach, vaqti tomosha. Nogah oyinaga boqib nigoro, mahvu hayronlaring yodimga tushdi. Fasli bahor o'lib, gullar ochilib, yerga sabza baxmal kabi sochilib, dimog'imga sunbul bo'yi xush kelib, zulfi rayhonlaring yodimga tushdi. Hergiz sorağım kayda cananım benim Topmadım hergiz sorağım kayda cananım
qadrdonim mening. Қарақалпақтың еркінлікке дос самаллары құшағында өскен, елімнің мұхаббатын жүрегіме жайлаған бердақпан. Мен жазған әр бір қатар ватанға садықлығым, мен жырлаған әр бір нама еліме деген мұхаббатым. Жігіт болсаң, арысландай туылған, қызмет еткіл ұдайына халық үшін. Жігіт болса, арысландай туылған, ешқашанда жұмыс етпес өз үшін. Жігіт болар, жігіт адам ертеді, айтқан сөзін палдан шекер етеді. Айтса бір сөз ықрарына жетеді, соған мегзес қызмет етер халық үшін. Bayram saltanatla yendi sizde yaşarlaydı, yürekte yaxşılığı yendi, gülü yaşarlaydı. Yaşlarının kevilde yendi, bulmasan arman, yaşaksı koşuklar yendi, bunda yaşarlaydı.
haqiqiy sadoqat ko'ngil ko'zlarini ravshan qiluvchi, bashariyatni ezgulikka yetaklovchi yagona kuchdir. Biz shunday muqaddas tuproq vorislarimizki, bu zaminda Boburning sog'inch ufurgan misralari, Mashrabning olovli izhorlari va Navoiyning go'zal asarlari yaralgan. Men ham o'sha buyuk qalblarning alangasidan kuch olib, har bir misramda ishq va muhabbatni tarannum etdim. Man hassadil hayron bo'lib, ishqingda sargardon bo'lib, farvona yangliq o'rgulib, ko'rgani keldim sog'inib. Gulday yuzingni dilbarim, ko'rgani keldim sog'inib. Sen şaoya olam malgada, ko'rgani keldim sog'inib. İşqimda dilbar zor zor, yig'lab yuribman meni yor. Kelib bugun ko'zi xumor, ko'rgani keldim sog'inib. Bog'i bahorim sen meni, ko'zi xumorim sen meni. Shirin zabonim sen meni, ko'rgani keldim sog'inib. Mandir yashirma yuzlaring, yodimga düştü sözlering. Kuydirdi yavrum gözlering, ko'rgani keldim sog'inib. Uyingda dilbar zor zor, shamu zamolayli nahor. Yo'q endi bizda ixtiyor, ko'rgani keldim sog'inib. Gel babam seni isterler, İstegin bağdadır bağda. Her ne ben alamam düzeyi, Seyahat Khan bağdadır bağda. Karalı selvinin küzü, Mekke seyahatın yüzü, Canım Mehmet Khan bizi, Seyahat Khan bağdadır bağda. Canım Mehmet Khan bizi, Seyahat Khan bağdadır bağda. Yüzlerim yanıdır yâre.
Tapmadım hargiz devastab Ani umri ikrami hasrata bulgay adastab Ya Juda Barmikin bir furqati mayus Cihanda hacatigan tapmagan Kuyda Mil toş başını Urnagan asala yok Elde bağır Şunday mesel can Çekmesen cenahla yok Sevgi vadisi deminge Tingulal gay kaysı kays Gönlüm açsam iki dünya Bu tabi yasahla yok Ay ne sebepten bilmedim dilber barmayman dedi Ne sebepten bilmedim dilber barmayman dedi Arzım aytib yig'lasam ey barmayman dedi Canı dilden yalvarıp yüzmi tazarru eylesin Tün bo'lib açıqlanıp zinhar barmayman dedi
atir gul shaydosi kimgadir yoqar lola kim atir gul shaydosi men uchun rayhon ala rayhonni yo'q bahosi men uchun rayhon ala rayhonni yo'q bahosi Yuzing ko'zgusiga olay hayron Narigiz Ko'zing oldida turur surati bejon Narigiz Go'yo topdi chaman sog'liqroning xabari Qo'shidar har kecha gulshanda charon Narigiz Taşla çakma gözü sen zülfünü sümbül yanır Kuru omursun erizanı perişan Nergiz Lale can bakşin yürür ruhu revan kamilde Nigahim adiline gerçi alır can Nergiz Nergiz Haber almaysan Nergiz Haber almaysan Bog'larga namozga salqini tushdi. Gullar nam bargini qayirdi asta. Oftob ham suv ichar tog'lardan pastda. Loladek qip-qizil o't shafaq o'chdi. Ko'z tutdim. Ko'zlarim nigoron bo'ldi. Odilbar simbarim, yuzlari qirmiz, kiprigi ko'ksiga soya solgan qiz. Ko'z tutdim. Yuragim to'la qon bo'ldi. Gulzor, chaman, yur bog'larga, eltay yetaklab, binafshalar terib beray, senga yetaklab. Bu shoir deb, bu yengil deb asti qarama. O'pgan o'pichlarim haqqa inontiraman. She'rlaringni to'yib tinglagim kelar. Yaxshilikka so'zing yo'yib anglagim kelar. Faqat nechun yuragimda xavotirlik bor? Tipirchilar ko'kragimda qandaydir ozor. Yana bir ko'nglimda erka bir shodlik. Yana dilimda sevikli she'rim, yana gulbahor, yana kulgan qiz. Yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Qayg'ulardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qayqushlarla men suhbat quray, gar sog'insam seni naqlay. Qayg'ulardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qayqushlarla men suhbat quray, gar sog'insam seni naqlay. Sabrim tog'in nuray boshlasa tufayli, ko'zim yoshlasa, gumon jonga qarmoq tashlasa, gar sog'insam seni naqlay. Sabrim tog'in nuray boshlasa tufayli, ko'zim yoshlasa, gumon jonga qarmoq tashlasa, gar sog'insam seni naqlay.
qandayin kulay dardim qanday oromga ulay sadoqatga mayli qilib bo'lay gar sog'insam seni naqlay gul bermasga armon bo'lmoqqa qararim yo'q bundayin qolmoqqa qararim yo'q bundayin qolmoqqa aslo toqat qilmam tolmoqqa aslo toqat qilmam tolmoqqa gar sog'insam seni naqlay qay gullardan visoling suray qayerlarga yuzimni buray qay qushlarla men suhbat quray gar sog'insam seni naqlay gar sog'insam seni naqlay gar sog'insam seni naqlay Acab sırlar, acab sırlar, acab sırlar varmış subhi saboda, ömür aks etarmış akar daryoda, akar daryoda. Ümit yulduzlari porlar samoda, men baxtim topgayman qaydir raboda, qaydir raboda. Bizning ham sevguchi bordir dunyoda. Oshiqlar orzusi o'xshash bo'larmish, taqdir bir-biriga tutash bo'larmish, ko'ngillarda o'chmas otash bo'larmish, a'lo bo'lar emish ahdu vafoda, ahdu vafoda. Bizning ham sevguchi bordir dunyoda. İnsanlık bor uchun, baxt uchun yashar, mehrga yetilsa, sevsang yarashar. Bir kun o'tli shaydo ko'zlar uchrashar, muroding kularmu o'sha barnoda, o'sha barnoda. Bizning ham sevguchi bordir dunyoda. Acab sırlar, acab sırlar, acab sırlar bormuş subhi saboda, ömür aks etarmış akar daryoda. La
dost tamlaring Abyar küküm çamdiye Maslingam men zorligim ay qimmatiyam shuncham diyan Kulbam ara ey mahluqa bir yo'l xiram aylab keling yangi kelin chaklar kabi bizga salom aylab keling sho'xlik qilib o'ynab kulib gul shoxiga sayrab qo'nib ham tutib bulbul bo'lib shirin kalom aylab keling ham tutib bulbul bo'lib shirin kalom aylab keling ko'rsa yuzingni pari hayron qolar yoshu qaring borganda dema turnadi zavqingni ham aylab keling kulbam aro ey mahluqa bir yo'l xirom aylab keling Chiroylisiz, go'zalsiz, dilrabosiz buncha dilbarsiz. Chiroylisiz, go'zalsiz, dilrabosiz buncha dilbarsiz. Qarivashsiz, malaksiz, mahliqosiz, sen haykarsiz. Sanamsiz, gulbadansiz, bebahosiz, la'li shakkarsiz. Quyoshsiz to'lgan oysiz, nodaninsiz, noz haykarsiz. O'zingiz har tomonda rost ayting, kimni izlarsiz? Mani qo'ymang gumonda rost ayting, kimni izlarsiz? Sadoqat yo'lida karvoningiz durman, bilirsizmi? Bu yo'lda shod bermoningiz durman, bilirsizmi? Qarang ham asr ham davroningiz durman, bilirsizmi? Tasadduq jonginam qurboningiz durman, bilirsizmi? Chiroylisiz, go'zalsiz, dilrabosiz buncha dilbarsiz. Ko'zingiz har tomonda rost ayting, kimni izlarsiz? Yüzünüz renginden pardoz olur güller yanağıga. Hoşingiz şeklinden olmuş falak oltin tarağıga. Ko'rishga sizni bulbullar kelibdir ishqini bog'iga. Uyansangiz pichirlab ayting, kimni izlarsiz? Chiroylisiz, go'zalsiz, dilrabosiz buncha dilbarsiz.
Ko'zingiz har tomonda rost ayting, kimni izlarsiz? Mani qo'ymang gumonda rost ayting, kimni izlarsiz? Ayting, kimni izlarsiz? Shabbodasin kuyi muloyim, yuzingni siypalab boqadi ohang. Hoji Abdulaziz tomirida jim, hayotga aylanib oqadi ohang. Qushlarning nag'masi, qadrdon qo'shiq, raqqosa qaldirg'och aylaydi xirom. Turg'un Alimatning kuyiga jo'shib, Mukarrama xonim qiladi muqom. Quyoshning nurlari tambur simiday, tovlanib jonlarga beradi huzur. Bu baxtning yukiga bir umr chiday, maqom yashamoqda yurtimda shukur. Bu elning
juda ham nozikdir tabi. Farzandidan buyuk nomlarni izlar. Jo'raxon, Ma'murjon bobosi kabi bog'aroni kuylar, jajji hofizlar. Bog'aron qo'ysang qadam, yulg'uncha qolmay hamdadur. Qomatingdan sarvrar qadinga bandadur. Bog'aron qo'ysang qadam, gulg'uncha qolmay hamdadur. Qomatingdan sarvran qadinga bandadur. Lablaring duray pari, lali adam sharmandadur. Tishlaring dur begimon, daryoga gavhar bandadur. Ey nigoram, man o'zim voyay, har joyda ko'nglim sandadur. Yorni oyday tem, qarang noz, uyquda yotganmikin, yoki qilgan nolishim uyqudan uyg'onganmikin. Biz tarafga bir kelishni ixtiyor aylanmagan. Biz tarafga bir kelishni ixtiyor aylanmagan. Yoki mendan o'zgani ham bemajol ekanmikin. Yorni oylaydin qarang noz, uyquda yotganmikin.